O'g'il tarbiya qilayotgan onalar o'g'ilni shunaqa tarbiya qilish kerak. U erkak bo'lib katta bo'lish kerak. Yaxshi, hozir mana shunga e'tiborlar bor, lekin ba'zi bir oilalarda ko'rasiz, ayollarimiz erkakni eng katta kushandasi onani o'zi bo'ladi. O'g'il emas, qiz bola tarbiya qiladi. O'g'il qiz bilan farqi yo'q. Aytganini qilsa bo'ldi. Bitta ona ham aytayapti. Xotinini, kelinni haydayapti ekan o'zi. O'g'lingiz nima deydi? O'g'lim men 30 ga kirgan juda yaxshi bilaman, chizgan chizig'imdan chiqmaydi deydi. Ha, bo'ldi, ish bitibdi o'zi. O'zining mustaqil fikri yo'q. Bitta haqiqatni bilish kerak. Alloh subhanahu va taolo dunyoni, mana inson miyasini ikkiga bo'lib qo'ydi-ku, yarmi yodlashga, yarmi fikrlashgami? Dunyoning ishlarini ikkiga bo'lib qo'ygan. Yarmiga erkakning aqli, yarmiga ayolning aqli ustun hisoblanadi. Erkakning aqli ishlaydigan maydonda erkak ustuvor bo'lishi kerak. U oldinda turishi kerak. Ayolning maydonida ayolning nimasi, faoliyati faol ustun bo'lishi kerak. Erkaklar odatan ayollarning hududiga ko'p ham kirmaydi, lekin ayollar erkaklarning hududini egallayman deydi.